Men hayron qoldim. Ko'pchilik qizlar haligacha sochligini xato yuvisharkan. Shu sababdan sochli quruq, sinuvchan va uchlari bo'linishni boshlaydi. Birinchi bo'lib albatta sochimizni yaxshilab tarab olamiz va keyin sochimizni chayishni boshlaymiz. Qizlar aslo issiq suvda sochinglarni yuvmaylik, unda sochinglar yanada tezroq yog'lanishni boshlaydi. Shampunni soch uzunasiga emas, bosh terisiga qarab tanlaymiz. Men koreyskiy rozi shampunini qora rangida ildizlarini mustahkamlash uchun, organova yog'lini esa sochimni tiklab, blesk berish uchun ishlataman. Shampunni qo'limizda yaxshilab ko'pirtirib olib, keyin shampunni faqat bosh ildiziga ishlatamiz. Soch uzunasini yuvish uchun shampundan tushadigan ko'pigini o'zi yetarli bo'ladi. Iliq suv bilan chayib tashlab va keyin konditsioner ishlatishdan oldin albatta ortiqcha suvni olib tashlaymiz. Sochimizdan shunday kichkina qismlarga ajratib, konditsionerni ishlatamiz va keyin ustidan taro bilan tarab chiqamiz. Konditsionerni sovuqroq suvda chayib tashlaymiz. Shunda sochlar yanada yumshoqroq va silliqroq bo'ladi. Sochimizni sochiqqa ishqalamasdan yengil harakatlar bilan ortiqcha namlikni tortib olamiz. Termozashita sepib sochimizni tepadan pastga qaratib quritishni boshlaymiz. Oxirida bo'lsa sovuq havo bilan o'tib chiqamiz. Shunda kutiko yaxshilab yopilib, sochingiz yanada ko'proq yaltirashni boshlaydi va oxirgi natijani ko'ramiz.